Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda HTMLda saytga musiqa joylashni o'rganamiz. Qani ketdi. Men bu yerga musiqani qo'yib qo'yganman, keyin qidirib vaqt ko'p ketib qolmasligi uchun. Keyin endi kod yozishni boshlaymiz. Index faylini yaratamiz. Index.html va index.html ga enter bilan undovni bosib enterni bosamiz. Shift bilan undovni bosib enterni bosamiz. Undan keyin title'ga brauzerning nomiga nom beramiz. Musiqa joylash. Musiqa joylash va H1 sarlavhaga saytga musiqa joylash deb nom qo'yamiz. Musiqa joylash. H1 nimaligini bilsanglar kerak. Buni oldingi videolarda ham tushuntirib o'tganman va yana bir bor takrorlab o'taman. H1 bu eng katta sarlavhadir va bu yerda eng katta qilib tekstni size'ini katta qilib chiqarib beradi. Va endi videoni qo'yishni boshlaymiz. Audio qilamiz va mana bu src'ni o'chirib turib, uni o'rniga controls qilamizda va uni ichiga source qilamiz. Source'ni ichida aynan endi src qilib musiqani joylasak bo'ladi. Musiqani joylab va uni type'ini audio qilamiz. Audio /mp3 va controls degani yozilganda play va pause tugma chiqadi. Src music esa bu musiqani joylash uchundir. Shu musiqani olib mana bu yerga joyladim. Men hozir mana bu yerdagi musiqani olib va brauzerda live server qilib ochsak, natijasini ko'ramiz. Mana do'stlar, musiqa joylashtirish buni qilsanglar bo'ladi va ovozini baland past qilsanglar bo'ladi. O'zingizlar xohlaganini qilasizlar. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'linglar va o'rtoqlar yoki oilalar bilan ulanish, podelиться qilishni unutmanglar. Hammaga xayr.